Assalomu alaykum. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bu tunji qitim naq maydondan tarqitishim, shuningga so'zlab ketaversam, agar ovoz berayotgan bo'lsa, yaxshi belgisidan birini berayotgan bo'lsanglar, men so'zlayversam. Qani gapib boqay. Manga tushgan, to'g'ri, bugungi bu naq maydon tarqitishda asosliqi manga tushgan savollar bor. Facebookda, undan boshqa Instagram qatorliq ijtimoiy tarmoqlarda. Shu savollarga bir-birlab javob berishga tirishimi. Arqadan bu naq maydon mush tarqitish tuggandan keyin bu filmni shu Uyg'urcha kanalimga, YouTube kanalimga qo'yib qo'yma. Shuningda ko'ra olaysizlar demoqchiman. Manga tushgan birinchi savol bundoq bir savol ekan. Sizni har vaqt hayotga bundoq jushqunlik bilan yashashga turtki bo'layotgan omillar qaysi deb. Hamda bu savol biroz inchga javob berish biroz zarur bo'lgan savol ekan. Sizni har vaqt hayotga bundoq jushqunlik bilan yashashga turtki bo'layotgan. Hamda buningda kichik jihatdan shaxs o'zini so'yish kerak. Shuni men o'zimni so'yma, shuning uchun o'zimni so'yganligim uchun ham hayotga ijobiy qarab jushqunlik bilan yashashimga majbur. Hamda o'zimdan olib ketganda, albatta mening oilam bor. Men o'zimga mas'ul bo'lgandan boshqa yana oilamga mas'ul bo'lishim kerak. Buning uchunmi men yaxshi yashashim kerak. Men yaxshi yashagan vaqtda boshqalarga texmi yaxshi taraflardan ta'sir ko'rsatalayman. Ham shularning yashashig'imi yaxshi yashashiga turtki bo'la olayman. Oilam. Undan boshqa cho'ng jamiyat, masalan, xalq, millat, vatan va undan cho'ng temalarga tushsak, texmi tema cho'ngayib ketadi. Demak, o'zini so'ygan inson oldi bilan hayotga ijobiy, ya'ni yaxshi yuzlanish kerak, ham o'zining eng zo'r tirishchiligini ko'rsatish kerak. Shuning uchun mening tutgan pozitsiyam shu. Birinchi savolga javob hozircha shunchalik berib turay. Ikkinchi tushgan savol bu inglizcha savol ekan. Why not reopen Atlan deydi Uyg'urcha desak, nima uchun Atlanni qayta ochmaysiz? Buningda hamda Atlan u vatanda Urumchida ochgan, shu yerda ochilgan, shu yerda mavjud bo'lib turgan bir igilik, bir maktab. Qayta hayotni Amerikada 2017 Amerikaga kelib boshlashga majburlangandan keyin hamda qaytadan hayotda nima ish qilishim kerak, qaysi mavqeda, qaysi nishonda keyingi bu vatandan chiqqandan keyingi hayotimni ya'ni qanday kechirishim kerak degan savollarni so'rashga to'g'ri keldi. Bu savolga javob bergan vaqtda maktab ichish albatta yaxshi bir tanlash. Uningdan boshqa tanlashlar bormi deganda, mening oxirgi muhim tanlashim ya'ni axborot kasbi, ya'ni muxbirlik kasbi yoki jurnalistlik kasbi bo'ldi. Shuningga shu kasbni tanlab, qo'shimcha boshqa o'zimning shaxsiy tijoratlarim, masalan, uy mulk qatorliq shaxsiy tijoratlarni qo'shimcha qilish bilan hayotni kechiryapman. Albatta,
Atlanga o'xshash yana bir maktabni Amerikada qurish qaytadan ichish istikim bormi deganda bor. Hamda u qachon yuz berdi deganda uningga hozir bir narsa deyolmayman. Bu savolga shunday javob berib tursam. Uning keyinki ovoz sal boshmu qandaq. Balkim ovoz yaqinroq kelsam ovoz yaxshi bo'lishi mumkin, chunki men mikrofon ishlatmayotgan, shu telefonda naq maydon qilyapman. Agar ovoz ozroq normal bo'lsa, shu ovozni anglab tursanglar demoqchi. Undan keyingi tushgan savol yana bir savol nima deydi deganda, bu inglizcha savol ekan. What is your recommendations for those newcomers to the US? Study, career or life deydi. Uyg'urcha tarjima qilsak, Amerikaga yangi kelgan kishilarga qandaq tavsiyalaringiz bor? O'qishmi, kasbmi yoki yashashmi degandek savolni so'rabdi. Albatta Amerikaga kelgan yangi kelganlar birinchi muhim tutilgan halqa albatta til o'tkili. Chunki har qandaq bir jamiyatda bizning til iqtidorimiz, ya'ni aloqa iqtidorimiz nurg'un, mayli kasbda bo'lsin, mayli hayotda bo'lsin, jamiyatda aloqa iqtidorimizning qandaq bo'lishi, ya'ni aloqa iqtidorimizning yuqori tavalligi bizning jamiyatga o'rnimizning yuqori tavalligini belgilaydi. Shunga birinchi tavsiyalarim Amerikaga bo'lamdi yoki har qandaq bir davlatga yangi borgan bizdagi kishilar uchun shu joyning tilini cho'qim to'xtamay, uzluksiz men yaxshi saviyaga yetdim debmi qolmay o'rganish kerak. Bu bir umr qilishga tegishli ish. Shunga Amerikaga yangi kelganlar til o'rganish kerak. Kelgan vaqtda, kelgandan keyin degandek. Undan boshqa hamda kasbga nisbatan kasb tanlash, albatta kasb qilish kerak. Amerikaga yoki boshqa davlatga borgandan keyin kishilar bu normal turmush kechirishga to'g'ri keldi, undaq bo'lgandan keyin bir joy turish uchunmi pul kerak, qo'saq pul kerak, kiyim-kechakka pul kerak degandek, hayotga pul kerak. Buning uchun albatta ma'lum bir ishni tepib qilishga to'g'ri keldi. Hamda ba'zi ishlar yangi kelgan vaqtda o'zingiz yoqtirgan yoki o'zingiz orzu qilgan ishlar bo'lmasligi mumkin. Lekin shundaqdimi hayotni kechirish uchun bu ishlarni qilishga to'g'ri keldi. Shuningga deydiganim, har qanday bir yangi davlatda cho'qim o'rganish birinchi o'rinda turish kerak. Endi o'rganish birinchi o'rinda turish degan gap boshqa kasbni, hayot kechirish yo'llarini to'xtatib qo'ying deganlik emas. Uni har vaqt, har kuni yoki doim ozroqdan vaqt chiqarib bo'lsa-mu, nishonli holda o'rganishga to'g'ri keladi. Til o'rganish kerak va boshqa o'zingizning hayotingizni texmi yaxshi holga akilalaydi deb qaragan bilimlarni, o'zingizga ham zarur deb qaragan bilimlarni o'rganishingiz to'g'ri keldi. Okay, yana undaqda yangi savolga o'tib ketaylik. Yangi savol. Bu yerda bir ingliz savol ekan. Can I study pilot in America? Do you know any information about this? Buni bundaq tushundim. Men Amerikada uchquchilik kasbini o'rganalamdiman. Sizning bu to'g'risida menga beradigan uchuringiz bormi deb. Amerikada albatta uchquchilik kasbi o'rganganingiz bo'lsa o'rgana olasiz. Hamda shu kasbga kirishingiz uchun, ya'ni kirishingiz deganim har xil shaxsiy maktablar bo'ladi, uchquchilik tarbiyalaydigan. Buni Google qilish orqali, ya'ni torlarda tekshirish orqali o'zingiz turayotgan yoki agar Amerikada turayotgan bo'lsangiz yoki kelmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz kelishni xohlaydigan shtatlar yoki joylarga eng yaxshi yoki sizning iqtisodiy ahvolingizga eng mos keladigan shunday uchquchilikda o'qiydigan maktablarni, shaxsiy maktablar tanlab o'qisangiz bo'ladi. Hamda agar
yana boshqa ilqi shaklda agar Amerikada yashayotgan bo'lsangiz yoki o'zingiz yoshingiz kichik bo'lsa, masalan, harbiylikka qatnash orqali agar Amerikaniki turishliq, ya'ni qonunliq turishliq shaxs bo'lsangiz, shundaq usullarni, yo'llarni izlanib baksangiz, albatta nurg'un yo'llar bor. O'rganalaysiz, ya'ni undaq fursat ko'p demakchi. Yana bir savol, balalarga uyda inglizcha gap qilamsiz? Uyg'urcha gap qilg'ili unimasa qandaq qilish kerak? Birinchi savolga, balalarga uyda inglizcha gap qilamsiz degan savolga javobim, balalarga uyda emas, hamma yerda Uyg'urcha gap qilaman. Ya'ni balalarga inglizcha gap qilmayman. Agar inglizcha masalan boshqalar bilan paranglashib tushunmagan yoki tushunishni xohlagan so'zlar, iboralar, so'z birikmalari yoki jumlalar bo'lsa, tushuntirishni talab qilsa, men tushuntirib qo'yman. Lekin men bilan paranglashganda men balalarga cho'qim Uyg'urcha so'zlayman. Har qanday muhitda, har qanday sharoitda, uyda bo'lsin, talada bo'lsin, masalan bir binoga kirib bir liftga chiqqan vaqtim, liftning ichida bo'lsin, Uyg'urcha gap qilaman. Bundaq gap qilishim balalarga tabiiyla bir tonishni shakllantirganda, balalarning kallasida bu dadam yoki anam men bilan Uyg'urcha paranglashir ekan, men shu Uyg'urcha gap qilishim kerak ekan degan shakllandi. Bara-bara. Uyg'urcha gap qilg'ili unimsa degan vaqt qandaq deydi, ba'zida inglizcha gaplarni yoki o'zimiz yashayotgan davlatlardagi shu o'z balalarimiz maktabda o'rganayotgan ma'rifdagi til sharoitidagi tillarni ancha-muncha qo'shib bilishi mumkin. Bu vaqtda men bilan Uyg'urcha paranglashsiz balam. Sirtqa chiqqanda, maktabga borganda siz paranglashadigan ingliz tili pek ko'p, ular bilan paranglashsangiz bo'ldi. Lekin biz uchun Uyg'ur tili muhim. Deganni chiroyli tushuntirib qo'yamiz, tushuntirib qo'yaman, masalan, har qitim. Bu shaklda balalar bara-bara hech qandaq rohatsiz his qilmay, intayin rohatlik holda, tabiiy holda Uyg'urcha gap qiladigan bo'ladi. Bu mening tajribam. Ondan sizni, bu o'qib bo'lgan savol ekan. Yana bir savol, Uyg'urlar Amerikaga o'rganib kelib, eng yaxshi pul topa oladigan kasb qaysi? Bu savol biroz nima deymiz deganda, yaxshi savol, so'ralgan savol. Amerikaga kelib o'rganib kelsak, eng yaxshi pul topadigan kasb. Endi men eng yaxshi pul topadigan kasb degan kasbning qaysi ekanligini men bilmayman. Buni bilmaydigan narsani men bilmayman deb javob berishim kerak. Endi lekin maslahatim nima deganda, buni shu savolni so'raganga o'xshash bizning do'stlarimiz cho'qim biroz vaqt sarf qilib, vaqt deganim bir qitimda o'ltirib bir 2 soat emas, balki uzun mazgil, qisqa vaqt sarf qilib, zodi oldi bilan so'raydigan muhim savol kasb tanlashda. Mening hayotdagi bu hayotdagi o'zimning maqsad, nishonlarim nima? Meni eng haqiqiy rohat yashitadigan ish nima ish? Men nima ishni qilsam haqiqiy o'zimdan bir xil rozimanlik tuyg'usiga kelaman degan savollarni so'rab turib, uningdan keyin kasb tanlashga to'g'ri keldi. Shuning uchun endi eng yaxshi pul topa oladigan kasb deganda, albatta undaq kasblar ko'p bo'lishi mumkin, lekin sizning o'zingizning hayotdagi nishon, maqsad, orzularingizga mos kelmasligi mumkin. Masalan, bir qancha muqim kasblar bor, an'anaviy kasblar. Masalan, Amerikada yaxshi pul topqili oldi deb hammasi emas, hamda yaxshi qilsa, masalan, advokatlik, doktorlik deganga o'xshash bir qator kasblar bor. Endi yangi kasblar, ya'ni bu uchur texnologiyasi, ya'ni hozir inglizcha information technology ni qisqartib IT deydi. Ham shuningda hozir chiqayotgan aqliy iqtidor, ya'ni sun'iy aqliy iqtidor, shuningga o'xshash bir qator yangidan shakllanayotgan kasb zanjirlari bo'ladi. Hamda
bularni tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Bularni tadqiq qilgan nurg'un shu maxsus mushu sohada qaysi kasbda eng yaxshi pul topqili bo'ldi degan sohani tutgan nurg'un mutaxassislar bo'ladi. Shularning yozgan maqolalari bo'ldi yoki shular tavsiya qilgan turlar bo'ldi. Hamda uni o'qishdan boshqa o'zingizga zot nima eng yaxshi degan savolga javob berishingiz intayin muhim. Shuningga bu nuqta mencha bu savolning javobi. Men beradigan javobi degan. Hem yana bir savol mundaq debdi, so'raydigan savol bakchiq, lekin oldi bilan sog'lom badanda sog'lom aql deb qandaq chiniqsiz, qandaq aplarni ishlatasiz, tomoqni qandaq yeysiz, qishda yozda chiniqishni qandaq o'rinlashtirasiz, yugurganda qaysi markaliq oyoq yaxshi, uyda chiniqqandichu, bolalaringizni qandaq chiniqtirasiz, suv uzgandichu, chiniqishdan zaxmlanishni oldini olish uchun qandaq qilish kerak, faqat chiniqib bakmaganlar qayerdan boshlash kerak, vaqtingizni qandaq o'rinlashtirasiz va hokazolar. Bu bir qator qisqacha to'xtatilib o'tay, lekin barbara ya'ni keyingi fursatlarda jiqroq javob berman. Endi birinchi qandaq chiniqsiz? Qandaq chiniqsiz deganda men har kuni cho'qim qilaman deydigan, cho'qim qilmasam bo'lmaydigan odat yetildirgan ishim yugurish. Buni qandaq qilsiz deganda cho'qim eng kamida 10 minut yugurishga kapolatlik qilaman bir kunda. Eng uzun bo'lganda normalda 60 minut. Ya'ni ba'zi kunlar 10 minut yugurishim mumkin. Masalan, bugun atiganda vaqtim biroz qis bo'lib qoldi. Shuningga dal 10 minut yugurdim. Ya'ni chiqima yugurgan vaqtda qandaq kiyim kiysizda albatta yugurish oyog'i qanday bo'lsa sizga mos keladiganini sinab boqsiz. Barbara ba'zilar ko'nraydi, ba'zilarini bak yaxshi ko'rib qolsiz. Shuning bilan shundaqlarini elib kiyishga ko'nisiz degandek hamda uni har bir odamninki o'zining rohatlik darajasi o'xshamaydi. Shunga men mau marka yoki mau yaxshi deb tavsiya qilmayman. Hamda bayardan degan yugurishni cho'qim odatga aylantirish mening ishim. Hamda men qilib kelayotgan ish. Lekin yangi boshlagan vaqtda biroz nurg'un kishilar yangi bir ishni boshlagan vaqtda bak osh ishni qilaman, men osh ishni g'alba ma'lum bir natijaga erishmasam bo'lmaydi. Natijani ko'rishim kerak deb bu ishni bak cho'ng o'ylab oladi. Masalan, darhol bir kunda zari 1 soat yoki undan ortiq yurganmisi bo'lmaydigandek va yoki keyindan cho'qim bir ishlarni shu yugurishni qilish kerakdek, shuni yugurish to'g'risida masalan o'ylanishi mumkin. Hamda bir muhim narsa bu uzluksiz qilish chiniqishda eng sog'lomlikqa kapolatlik qilib bo'ladigan ham o'zingizni doim kayfiyatingizni yaxshi tutishingiz foydali bir ish. Ya'ni chiniqqan vaqtda qanchaki yaxshi davomlashtira olsangiz, ya'ni uzluksiz davomlashtira olsangiz, kayfiyatingiz shunchaki yuqori pallaga ko'tariladi. Ya'ni kayfiyat deganim sizning sog'lomligingiz yaxshilandi, sog'lomligingiz yaxshilangandan keyin kayfiyatingiz. Endi chiniqishdan, ya'ni yugurishdan boshqa men nimani beachbody.com deydigan bir app bor, bir torbat. Buningga a'zo bo'lib, buning nurg'un chiniqish programmalari bor. Har xil yuguruvchilarga bo'lamdi yoki masalan yoga deymiz yoki ig'irlik ko'tarish deymiz. Shunga o'xshash har xil yoki uyda chiniqishning har xil usullari singdirilgan programmalar bor. Buningda o'zimizga mos keladiganini tanlab, masalan 21 kunlik, 30 kunlik, 60 kunlik, 90 kunlik degandek shuni davomlashtirib, birinchi qitimda masalan 21 kunlik bir programmani tanlab, uni tugatib o'tib bir xil g'alaba es qilgan keyin ikkinchi qitimda yana birsini tanlab degandek. Hamda yana buningdimi hayajonlanishga bo'lmaydi. Cho'qim bu bir hayotda qilayotgan ish bir qancha oyda, bir qancha haftada chiniqish tugab qolmaydi. Bu bir umrlik davomlashgan ish. Shunga o'zimizni intayin tamkin tutgan holda davomlashtirishga kapolatlik qilgan holda kichikdan boshlab doim
qilishga to'g'ri keldi. Tamoqni qandoq yeysiz deganda, tomoq yeyishninki albatta muhim bir tarafi cho'qim soni kamida 3 qitimdan 5 qitimgacha. Lekin albatta muhim tomoq vaqtlar nashta, tushlik tomoq, kechlik tomoq deganimiz shu tomoqlar men yeydigan normal. Hamda tomoq nima yeyapman, qanchalik miqdorda yedim deganni avval bilib turib, ya'ni planlab turib yeyishga to'g'ri keldi. Men shu ishni qilaman, buning tafsilotini bak so'zlab kelsam gap uzrab ketar. Hamda 3 vaqtdan 5 vaqtgacha deganim nashta bilan tushlik tomoq o'rtasida bir kichik inglizchada snack deymiz. Ushaq yemaklik. Ham ushaq yemaklik deganim sog'lom bo'lmagan axlat yemaklik emas, o'zimiz tayyorlab olgan. Yaxshi bizni bir xil yegimizni keltiradigan sog'lom tomoqlar. Endi tushlik tomoq bilan kechlik tomoqning o'rtasidami ma'lum bir ashundaq snack, ya'ni ushaq yemaklik yeyishga to'g'ri keldi. Andin bir qitim tomoq yegan vaqtda qo'saqni albatta bak to'ydirib etishga bo'lmaydi. Ya'ni yesam, ozroq qo'saq yana orliq batdi, yalaytim deydigan holatda tomoq yeyishga to'gri keldi. Andin suv uzganda chiniqishdan zaxmlanishning oldini olish uchun qanday qilish kerak? Albatta chiniqishdan zaxmlanishning oldini olish uchun o'zimizning badan ahvolini o'zimiz obdan bilamiz. Shunga hayajonlanib, ig'ir narsalarni, ig'ir harakatlarni qilmay, balki badanimiz bizga gap qila oladi. Bizmi badanimizga diqqat qilsak, ya'ni badanimizning gapini anglasak, qanchalik masalan yugurayotganda badanimiz bir xil arg'in kayfiyatda bo'lishi mumkin. Azroq qanchalik yugura oladiganligimizni bilamiz shu vaqt. Lekin baribir buni davomlashtirsak, badanimiz yaxshilanib bizga gap qiladi. Ya'ni texmi yaxshi, tez, ham rohatsiz his qilmay yugura oladigan bo'lamiz. Chiniqishdim shu. Ortiq ig'irlik ko'tarish emas, balki biz ko'tara oladigan ig'irlikni ko'taramiz. Masalan, badanimizni ko'tarib chiniqish bo'ladi har xil. Mesela yer beg'irlash degandek. Shuningga yana chiniqishda zaxmlanishning oldini olish, ya'ni biz badanimizga o'zimiz bakrak diqqatimizni qaytirib kelsak bo'ladi. Ham yana bir muhim chiniqib boqmaganlarga yana bir muhim deydigan tavsiya, bu chiniqishda 3 ish intayin muhim. Chiniqish, yemaklik, ya'ni tomoq, undan boshqa uxlash. Shu uxlashga, yaxshi uxlashga kafolatlik qilish kerak. Hamda yaxshi uxlayolmadim degan gap, chiniqishingiz yaxshi emas, ham yemakligingiz yaxshi emas degan gap. Ham chiniqish bilan yemaklikni yaxshi qilsangiz, uxlashingizga foydali. Ham shuni texmi yaxshi qila oladi-da, yaxshi ap keldi demakchi. Shunga shu nuqtalarga diqqat qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Qosimjon. Amerikada uy mulk ishlarining ahvoli qandoq? Turkiyadagidek o'sib tushib turamdi yoki davomli o'sish holatini saqlab qolamdi? Uy mulk elishda nimalarga diqqat qilish kerak? Hamda Amerikaningki birdan bir muhim tarafi dunyodagi hamda eng oldida turgan davlatlarning birisi. Shuningga o'xshash davlatlarningki eng o'zidan faxrlanib turib boshqalarga deyalaydigan tarafi bu ya'ni shaxsiy mulkning qanchalik darajada muqaddas ekanligi, ya'ni shuningga hurmat qilinadiganligidan iborat. Ya'ni Amerikada shaxsiy mulk, ya'ni uy mulk, ko'chmas mulk, yer huquqi intayin muqaddas. Ya'ni bu nuqtadan uy mulk ishlari Amerikada tarixdan buyon oldiga qarab menglik uzun mezgilda hech qachon keyniga mangan emas. Ya'ni baho jihatdan. Endi cho'ng krizislar yuz berganda, masalan Great Depression deydi 1929-30 yillarda yuz bergan. Ondan boshqa 2007-2008 yillari boshlanib bir qancha yil davomlashgan bu iqtisodiy krizis deymiz. Shuningdek cho'ng krizislar bo'lgan chog'da uy mulki ta'sir qiladi bahosiga. Ya'ni keyniga chekinish yuz berdi. Lekin Amerikada har 10-20 yilda yoki 30 yilda bir qaraydigan bo'lsa, Amerikada hech qachon uy mulkning bahosi umumiy jihatdan keyniga mangan emas, oldiga ustiga minib turdi. Hozirmi ham shundoq. Shuningga bu savolga berilgan javobim shu. Yaxshimsiz Qosimjon muallim. Virginiyada Uyg'urlar bar yerlardagi uyning bahosi qancha? 100 ming atrofida uy og'ili bo'lamdi? Bu birinchi savol ekan.
Virginia'da Uyg'urlar ko'proq yashaydigan joy Northern Virginia, ya'ni Shimoliy Virginia deymiz. Bu Washington DC, ya'ni Washington Amerikaning poytaxtiga yaqinroq bo'lgan Virginia shtatiniki shimoliy tarafida Uyg'urlar ko'proq yashaydi. Bu joylarda hamda uylarning bahosi uy deganimizda hamda Amerikada 3-4 xil shakldagi uylar bor. Biri yolg'iz tamliq, ya'ni o'yliliq, o'ylaramliq uylar. Bu uylarning bahosi bu Northern Virginia'da odatda o'rta holda o'rtacha bahosi deylik 400-500 ming dollar o'rtacha uylarninki. Endi ustiga chiqdi, bak pastga tushib ketsa, endi bak tövanga tushib ketishi natayin. Endi yana birisi temi ulab selingan townhouse deymiz. Bundaq uylarmi yanıla Shimoliy Virginia'da 300 mingning ustida. Eng tovan bo'lgan 300 ming deyapman. 300 minglik uylarning tepish ters bo'lishi mumkin. Andin endi bino uylar kichikroq uylar bo'lsa, balkim 150 ming atrofida yoki uning ustida uylarni topqili bo'lishi mumkin. Lekin buningki har oyda to'laydigan bino boshqarish haqqi biroz yuqori bo'lib chiqishi mumkin. Endi ikkinchi savolim deydi, tiz yeşil karta elish uchun nima qilish kerak? Masalan, Amerikaga kelgandan keyin yeşil karta elish uchun ishchilik sifatida ishlash sharti bilan sponsor, ya'ni kepil bo'ladigan biror Uyg'ur shirkatini bilamsiz? Yo'q, uni bilmaydi ekanman. Tiz yeşil karta elish uchun yana Amerikaga bu yeşil karta oladiganlarninki kelish usullari har xil bo'ladi. Masalan, iqtidorliq emgak kuchi yoki iqtidorliq xodimlar shaklda Amerikaga kelib, ma'lum bir o'zininki Amerikadagi kishilar bilan tang yoki ba'zi Amerikada bundaq kasbdagi kishilar kam bo'lgan kasblardagi shunday xodimlar kelib Amerikaga shuna iqtidorliq viza bilan kelib turib ishlab, unikin tabiiy yo'sinda ma'lum vaqtdan keyin yeşil kartaga iltimos sunish sharti bilan yoki shundaq imtiyozi bilan yeşil kartaga iltimos suna oladiganlar bo'ladi. Masalan, J1 viza degandek. Bu to'g'risida albatta advokatlar maslahat berish kerak. Ya'ni mushu ishninki ahli. Men uning ahli emas, lekin men bildigan azroq qisqacha bildiganlarim deb turibman. Shunga hammasi cho'qim men degan gaplar hammasi umumiy yaxshi maslahat bo'lishi notayin. Buni oldin deb qo'ymasam bo'lmaydi. Uyg'ur shirkatini bilmaydiganman, kepil bo'ladigan, undan boshqa yeşil karta elishninki usullari ba'zilari loteriya yeşil kartasi deb har bir davlatlarda loteriya chiqadi. Amerikaninki shunaqa oladiganlar bo'ldi, shu orqali mikildiganlar bo'ldi. Undan boshqa albatta panohlik tilash, ya'ni siyosiy panohlik tilash orqali bu yerda avval ishlash qonunliq ishlash ruxsati elib, undan keyin yeşil karta olgan, ya'ni menga o'xshash kishilar bo'ldi. Albatta uninki Amerikadagi hozirgi vaqti biroz uzun bo'lishi mumkin. Sababi Amerikada undaq panohlik tilaydigan va Amerikaga kelib yeşil karta iltimos qilganlarninki nimasi soni ko'p bo'lg'achqa, ya'ni yeşil karta emas, Amerikada yashashni, qonunliq turishni iltimos qilganlar. Endi yana bir xil usul Amerikalik vatandashi bilan to'y qilish orqali kelib yeşil karta olib Amerika vatandashi bo'lish biroz tiz bo'lishi mumkin. Uning yilini so'rasangiz, albatta Google qilsangiz, ya'ni to'rdan aqtosangiz chiqadi. Assalomu alaykum, qandaq ahvollari, salomat turdilimi? Turkiyadagi nurg'un qarindoshlarning ingliz tili o'rganish istagi yuqori, qandaq boshlash kerak? Turkiyadagi qarindoshlarga muvofiq, haqliq yoki haqsiz ingliz tili o'rgatib tarbiyalab qo'yishlari bo'pti ekan. Chunki iqtisodiy besim tufayli o'rganolmay yurganlar xili bor. Alloh rozi bo'lsin.
Mening bu hozir sizlar anglayotgan bu kanalimda, ya'ni nima kanal? Qasim Kashgar in Uyghur inglizcha shunday yozgan Qasim Qashqar Uyg'urchada degan kanalda hamda bu kanalda nurg'un 2018dan tortib men shu yangi fuqum ingliz tili degan bir yurish 4 qism kitobning darsini o'tab shuni chiqarib qo'ygan. Shuning uchun shuningdan foydalansangiz bo'ldi. Ham boshqa inglizcha darslar bor, undan foydalansangiz bo'ldi. Undan boshqa yana shu YouTube'ga o'xshash sahnalar, ya'ni ijtimoiy taratqulardan ahamiyatli foydalansangiz yaxshi o'rganalaysiz. Lekin mening tarbiyalab qo'ydigan hozir planim yo'q. Shu planim shu YouTube kanaliga vaqt sarf qilib shuni chiqarib qo'ydim. Shuningdan o'rgansangiz bo'ldi. Assalomu alaykum Qasimjon muallim. Amerikada ma'lum miqdorda uy mulk setib olsa Amerika fuqarosi bo'la olamdi. Masalan, Turkiya $100,000 qiymatida uy mulk setib olsa Turk vatandoshi bo'la olgandek. Yana birisi biz Uyg'urlar Amerika fuqaroligiga erishish uchun eng yaxshi qanday yo'llar bor? Siz tavsiya qiladigan. Albatta, Turkiyadagiga o'xshamaydi. Amerikada mablag' selib Amerika fuqaroligiga yoki Amerika yeshil kartasi deymiz. Mangulik turish ruxsati. Mangulik yoki mushariki fuqarolik emas, turg'uchi, yashag'uchi salohiyatiga erishish oldi bilan shuningga erishish uchun mablag' sag'uvchi hisobida Amerikaga kelishga to'g'ri keldi. U mablag' sag'uvchi uy egilish bilan bo'lmaydi, balki ma'lum bir egilik qurib, ma'lum miqdordagi hozir o'lchimi qanday uqmayman, burunlarda 10 yillarning oldin $500,000, lekin hozir 1 million yoki undan ustun bo'lishi mumkin. Buning maxsus ayrim bir viza turi bor. Shu egilikni qurib Amerikada mancha kishini ishga o'rinlashtiradigan bir egilikni qurib, shuni mang'uzgandan keyin mang'uzgan sharoitda undan keyin shundaq salohiyatga ega bo'lalaydi. Bunimi dal shu munosabatlik mushu sahadagi advokatlar bilan maslahat elishga to'g'ri keldi. Shu an uy olib qo'ysaqlar Amerika fuqaro, ya'ni yeshil kartasi Amerika fuqaroligi o'dalamdiq degan unaqa emas. Bayatim bu keyingi savol Uyg'urlar Amerika fuqaroligiga erishish uchun eng yaxshi qanday yo'llar bor deb. Nurg'un Uyg'urlarga Amerika fuqaroligiga erishish uchun asosli hozir qadar Amerikaga kelgan tarixdan bu yani kelgan Uyg'urlarning ko'pinchisi deyishim, men statistikasini bilmayman, lekin ko'pinchisi shu siyosiy panohlik tilash orqali menga o'xshash Amerikada fuqarolik yo'lini ichib mangan ham fuqaro bo'lganlar. Hamda intayin az bir turkumdagi men taniydigan Uyg'urlar bayatında iqtidorliklar vizasi yoki ma'lum bir amerikalik bilan to'y qilish orqali va yoki alayda iqtidorlik kam uchraydigan san'at kasblaridagi iqtidorli shaxslar yoki danglik shaxslar degan kategoriya bilan Amerikaningki fuqarolik salohiyatiga erishishni iltimos qilib shu fuqarolikqa erishganlarni men taniyman. Lekin hamda ko'pincha Uyg'urlar asosliqi ya'ni o'zining beshiga kelgan kulfatni Amerika shu Amerika hukumatiga so'zlash orqali Amerikaning fuqaroligiga erishadi. Ko'pinchisi buni bilish kerak. Shuning uchun Uyg'urlarga shu hozircha yaxshi yo'l shu bo'lishi mumkin. Lekin ham sizning ahvolingizni men bilmayman. O'zingiz tanlashingiz to'g'ri keldi. Assalomu alaykum. Boshqa davlatda turib Amerikaning uy setib olsa qanday imtiyozlarga erisha oladi? Setib olgan uyni ijaraga berib kirim qilg'ili bo'lamdi? Sizning Amerikada yashash jarayonidagi eng muhim deb qaragan nuqtalar qaysi? Amerikaga borman degan kishi nimalarni o'rganishi va diqqat qilishi kerak? Albatta Amerikaga uy setib olganda alohida bir imtiyoz bo'lmaydi. Shu uy egasi bo'lsangiz xolos. Undan boshqa uyni ijaraga berib kirim qila olishingiz mumkin agar to'g'ri yaxshi ijaraga oladigan rayondan uy setib olgan bo'lsangiz.
lekin nada qalaymaqan uylarni olib qo'ygan bo'lsangiz yana bo'lmaydi. Albatta Amerikada yashash jarayonidagi eng muhim deb qaragan nuqtalar deganda bayatimdan deb o'tdim. Til o'tkili intayin muhim. Til o'rganishingiz kerak. Til o'tkilidan boshqa hamda qolgan nuqtalar nima deganda o'zliksiz sizda o'rganish ro'yi bo'lib, o'zingiz yaxshi ko'radigan yoki o'zingiz muhim deb qaragan kasbga hozirdan tortib diqqatingizni berib, shuni yaxshi o'rganishingiz ham ilib berishingiz zarur. Amerikada ham shundoq. Amerikaga viza ilish va uning jarayonlari to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz, Amerikaga viza ilish, o'quvchi bo'lib kelishingiz mumkin. Shuning iltimos sunsangiz bo'ldi yoki sayohatchi, ya'ni sayohat maqsadida iltimos sunsangiz bo'ladi. Albatta Amerikaga viza ilish uchun Amerikaningki shu o'zingiz turayotgan davlatdagi konsulxonasining tor betiga chiqib, viza turlariga qarab chiqqandan keyin o'zingizga mos keladigan viza turlarini tanlashingiz to'g'ri keladi. Hamda o'quvchi bo'lib kelaman desangiz, bu yerdagi ma'lum bir, masalan, til maktabi o'qiyman desangiz, til maktabiga iltimos haqi intayin oz bir sonda az bir pul shuni to'lasangiz, iltimos haqini to'lab, shu jadvallarni to'shib qo'ysangiz, ularning shartiga uyg'un kelgan bo'lsangiz, ham uyg'un kelish shu uyg'un kelishga tayyorlik qilib to'shqizsizda, shu vaqtda shu vizani ilish uchun ular chaqiriq avatadi. U chaqiriqni olgandan keyin siz u chaqiriqning har xil ismi bo'ladi. F1, F2, M1, M2 degandek inglizcha. Shu chaqiriqni olgandan keyin, undan keyin Amerika konsulxonasida iltimos qilsangiz bo'ldi vizaga. Amerikada Uyg'urlarning ijtimoiy va siyosiy hayotida Amerika hukumati boshqa millatlarga qaraganda Uyg'urlarga qulaylik yaratib beramdi. Amerika hukumati bu birinchi muhim narsa Amerika hukumati desak, Amerika bu demokratiyasininki muhim bir omili barobarlik. Shuning uchun Uyg'urlarga boshqacha qarab, yana bir millatga boshqacha qaraydigan nuqtada bo'lmaydi. Shuning uchun hozirga qadar Amerika Uyg'urlarning ijtimoiy va siyosiy hayotida Amerika hukumati boshqa millatlarga qaraganda Uyg'urlarga qulaylik yaratib berdi yoki boshqalarga qulaysizlik yaratib berdi degan gap mavjud emas. Shunga hammasi o'rtaq qaraydi, o'xshash qaraydi demakchi. Assalomu alaykum muallim. Ingliz tilida A2 o'rta saviyaga yetish uchun qanday qilish kerak? Bu jihatda tiz olg'a ilgirlashning usul tajribalarini so'zlab berishingizni umid qilaman. Rahmat. Tiz olg'a ilgirlash uchun uzluksizlik kerak. Buni bak so'zlab ketdim. Lekin siz bayatın o'rta saviyaga yetish uchun debsiz. Siz hozir qaysi saviyada bo'lsangiz, shu saviyangizda shu to'g'ri material, to'g'ri yetakchilik asosida o'zingizning yana bir tirishchanligini shuningga qo'shib o'rgansangiz bo'ldi. Hamda hammani o'zim bilaman deb o'zingizning bilganicha mangsangiz, asli allburun u yo'lni mengib bo'lgan tajribalik odamlarning tajribasini o'rganmasangiz, balkim sur'atingiz asta bo'lishi mumkin. Shuning uchun tajriba o'rganishingizga, izlanishingizga to'g'ri keldi. Hamda buni bak yana inchik so'zlaymiz desak, vaqtimiz chiqib ketishi mumkin. Vatanimizdagi zulmni xalqaro anglatish uchun to'xtamay xizmat qilyapsiz. Mushu jihatdagi o'ylaganlaringiz va tajriba saboqlaringiz va xalqimizdan kutadigan umidlaringizni bayon qilib bergan bo'lsangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Albatta vatan, millat duch kelgan zulmni xalqaro anglatish kerak. Mening albatta hayotdagi muhim nishonimning birisi shu. Hamda yana har bir odam o'zi qila olgan darajada qilishga to'g'ri keldi. Shuning uchun bir masalan reallikqa uyg'un bo'lmagan talablarni biz talab qilmaymiz kishilardan. Lekin kishilar o'zidan so'rashi kerak. Men vijdonimga, insonligimga, uyg'urligimga bir yuz kelalaydigan yasha vatamdiman yoki undaq emasmi
degan savolni o'ziga qo'yishga to'g'ri keldi. Ham qo'ygandan keyin ozroq javoblar chiqadi. Shu javobga yaxshi javob bergan bo'lsa, shuni davomlashtirsa bo'ldi. Agar javob berolmagan bo'lsa, yana o'ylanib beqishga to'g'ri keldi. Shuningga ikkinchi qismi xalqimizning kutadigan umidlarimiz deb. Men boshqalardan bakchiq umid mandaq qisgan, andaq qisgan deb umidni kutib ketmadim. Lekin har bir shaxs muhim ishlarni qila oladi. Cho'ng tuhfalarni qo'sha oladi. Shunga har bir shaxs menimcha aqlli kishilar to'g'ri ishni tepib qila oladi. Assalomu alaykum muallim. Yevropadagi ma'lum davlatdan Amerikaga ketish uchun nimalarni qilish kerak? Bu savolninki Yevropada yashayotgan bo'lsangiz, Amerikaga ketib, Amerikada bu yerda siyosiy panohlik tilayman desangiz, Amerikada sizga siyosiy panohlik bermasligi mumkin. Chunki Yevropadagi nurg'un davlatlar, demokratik davlatlar, ular sizga siyosiy panohlik beradigan davlatlar. Shunga yana Amerikada sen bir xotirjam bir davlatda yashab turib, bu yerga kelib, sen nima uchun ashada siyosiy panohlik tilamaysan degan savolni bakrak o'tiringizga tashlash mumkin. Endi bu savolga yanala men advokat emas. Shunga to'g'ri javob bera olishim natayin. Shunga eng yaxshisi bunday savollar to'g'ri javob berolmagandan keyin og'zimni yumganim yaxshi. Bu nima Electric Diversity Visa. Bu Amerika vizasidan Turkiyadagi Uyg'urlar foydalana olamdi yoki boshqa Amerikaga ko'chman bo'lib boradigan yo'llar bormi? Rahmat. Bu to'g'risida biroz to'xtaldim. Andin men Electric Diversity Visa degan to'g'risida men bilmaydiganman. Shuning uchun bilmaydigan nuqtamni men so'zlamay. Assalomu alaykum. Mening savolim taxminan $1 million uy yoki do'kon setib olsam, qancha yilda pulim qaytib keladi? Shuni tafsiliy so'zlab bersangiz, rahmat sizga. Endi siz $1 million uy yoki do'kon setib olishingiz uchun qayerdan, qaysi uyni va qanday do'konni setib olishingiz to'g'risidagi bilimingiz intayin muhim. Xato uyni, xato do'konni xato bahoga setib olishingiz mumkin. Undaq bo'lsa, undaq qilsangiz yaxshi qaytib kelmasligi mumkin. Endi shu to'g'ri setib olishingiz uchun shu bilishingizga to'g'ri keldi. Endi agar o'zingiz bilmasangiz, Amerikada har bir sohaning, masalan, bu yerda degandek Amerikaga kelib, qandaq Amerika fuqarosi bo'laman deganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan advokatlar bo'ldi. Shular bilan izlanasiz. Endi uy mulkning ishiga uy mulkning maxsus vositachilar bo'ldi. Real estate agent. Men masalan uy mulkning vositachisi, real estate agent Virginia, Maryland, Washington DC. Bu 3 shtatda mening kinishgan bor. Lekin men maslahat berish nuqtasida men oldi bilan qarshi tarafni yaxshi bilishim kerak. Ham qarshi tarafning nima, qaysi, nima ish qilmoqchi uy mulkda, qanday pul topmoqchi bo'lsa, planlarini anglagandan keyin, nishonlarini anglagandan keyin shunga xos maslahat berishim mumkin. Shunga bu bak biroz mavhum savol. Ham buningda shu qancha yilda pulim qaytib keldi desangiz, siz to'g'ri uyni olsangiz, balkim 10 yilda qaytib kelish mumkin yoki undan ozroq. Xato uyni olsangiz, xato bo'lishi mumkin. Lekin endi Amerikada bir mablag' solishda uy mulkka 1% rule deydigan bir qoida bor. Ya'ni 1% qoidasi deydigan. Nima deganda, siz olgan do'kon yoki uy shu olgan pulingizning 1%i bir oyda qaytib keldimi yo'q deganni so'rash. Ya'ni undaq bo'lganda 100 oyda qaytib keldi degan gap. Agar shuning 100 oyda qaytib kelgidek bir mulkni, ko'chmas mulkni setib olgan bo'lsangiz, bu sizning to'g'ri mablag' sog'inligingizni ko'rsatadi. Amerika bexatarmi? Qaysi rayonning havosi Uyg'urlarga eng mos keladi? Amerika bexatarmi deganda albatta Amerika bexatar. Lekin Amerika bir demokratik davlat, mustaqil davlat. Shunga albatta bexatar emas, biroz jinoyat ko'proq yuz beradigan kichik rayonlarmi bo'lishi mumkin, ma'lum shaharlardami yoki ma'lum joylarda. Uningdan mustasno bo'lmaydi. Lekin Amerikaga kelgandan keyin shu qandaq joylar bexatar, qandaq joylar
bexatar emas deganni siz to'g'riga chiqib tekshirsangiz hammani yaxshi statistikani yaxshi ko'ra olasiz. Qaysi rayonning havosi Uyg'urlarga eng mos keladi? Men yashayotgan Virginia to'rt fasli aniq Uyg'urlarga biroz yaxshi mos kelishi mumkin. Lekin endi har bir yerda, har bir shtatda yashayotgan Uyg'urlar bo'ladi. Ya'ni har bir shtatda Uyg'urlar bo'lishadi ham demakchi nurg'un shtatlarda. O'zi yaxshi ko'rganki shu yerda yashaydi hamda shuningga siz kelib o'zingizni his qilib boqsangiz, ma'lum mezgil yashagandan keyin balkim o'zingiz yaxshi ko'radigan shtatni yoki rayonni tanlay olishingiz mumkin. Ba'zilar Amerikaning g'arbiy qirg'og'ida yashaydi, ya'ni Kaliforniya, Texas degandek shtatlar. Menga o'xshash ba'zilar Amerikaning sharqiy qirg'og'ida yashaydi, masalan Virginia, Massachusetts, Maryland yoki Florida degandek. Shuningga lekin ularning havo temperaturasi fasllari o'xshamaydigan rayonlar. Amerikaga viza ilish va uning jarayonlari to'g'ri so'zlab bergan. Buni so'zlab bo'ldi. Qaysi turlarga mablag' solsak yaxshi foyda ola olamiz yoki pul topa olamiz? Buni shu mablag' solishga maslahat beruvchilar ham yaxshi maslahat bergan yaxshi. Shuningga Salom muallim, men Kanadada yashayman. Houstondan uy ilish hamda bizdek chet elliklar uchun foydalanishga bo'lgan uchurlar bormidi? Albatta, Kanadada yashaydiganlar nurg'unlari Amerikada rohatlik yashash fursatini yarata oladi. Masalan, Houston deganimiz Texasdagi bir shahar. U yerda uy ilish uchun albatta to'rdan yaxshi tekshirib ko'rishingiz kerak. Qayerda o'zingizning nega boradiganligingiz, nada yashaydiganligingizni bilib, shu yerdagi uy mulklarni bilishingiz. Eng muhimi shu joydan real estate agent yoki realtor deymiz. Sizga eng yaxshi maslahat berib, sizga yaxshi mulozimat qila oladigan, sizga yaxshi uy olib bera oladigan bir vositachini cho'qim oldi bilan bekitishingizga to'g'ri keldi. Ya'ni Houstondan uni tanlab bo'lgandan keyin shu orqali shuning yordamida barbara maqsadingizga nishoningizga yetsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qosimjon muallim. Naq maydon qonuningizda Amerikadagi ITdagi ish fursatlari va nimalarni o'rganamiz? Viza iltimos qilish to'g'risida tushuncha bersangiz rahmat. IT ya'ni bu uchur texnikasi to'g'risida men kasbiy odam emas. Shuning uchun nimani o'rgansa yaxshi degan maslahatni men beramayman. Ya'ni birisi oldi bilan qanday kasb bo'lsin o'zingizdan so'rashingiz kerak. Siz shu kasbni chin yuragingizdan uzun mezgil chiqarib qilmoqchimi? Nima maqsad ketmoqchi? Agar pulli maqsad bo'lsa, menimcha sal keyiniga chekinganingiz yaxshi. Ya'ni siz oxirida pulni topsangizmi, hayotda haqiqiy bir ma'na his qilolmasligingiz mumkin. Shunga oldi bilan so'raydiganingiz, siz zada hayotga nima ish qilib kelgan odam, nima ish qilishingiz kerak deganni so'rashingiz to'g'ri. Lekin qaytib kelsak, IT to'g'risida maslahat olaman desanglar, menimcha IT qilayotgan Amerikada yoki shuning tarbiyalash sistemasidagi Uyg'urlar bor, to'g'risizlar, bilasizlar. Shular bilan menimcha paranglashib ko'rsanglar bo'ldi. Viza iltimos qilish to'g'risida bayatni so'zladim, shuning uchun yana qayta to'xtalmasam. Men ismini debdi palanchi bultur yozda Kanadaga kelgan oilam bilan ingliz tilini qanday qilsam, qaysi usulni qo'llansam qisqa vaqtda o'zimning ishlarimni qila oladigan bo'laman. Tarjimonsiz. Uzluksiz to'xtamay o'rganishingizga to'g'ri keldi. Bir kun hayajonlanib 3-4 soat o'rganib o'tib, siz zerikib uxlab qolsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun har kuni qisqa 5-10 minutdan vaqtingiz chiqarib bo'lsinmi bir narsa anglashingizga, yozishingizga yangi so'zdan bir ishni o'rganishingiz to'g'ri keladi. Agar jiqroq vaqt chiqara olsangiz, bir kuni jiqroq vaqt chiqaring, lekin har kuni oz vaqt chiqarishingiz cho'qim zarur. Shuna qilsangiz o'rgana olasiz. Hamda o tiz o'rganish, ost o'rganish degan ko'ra mening maslahatim uzluksiz o'rganish degan maslahatim bor. Andin 10 yilning oldida yangi o'quv ingliz tilining birinchi qismini tugatgan, yoshim 47. Shuning foydasi bilan ancha-muncha tatlashtirib yuribdiman. Tilni bir ko'ngil qo'yib o'rganay degan
to'g'ri bir o'rganish usulini tavsiya qilsangiz. Yana bir to'g'ri o'rganish usuli agar Kanadada bo'lsangiz, shu o'lchamlik maktabga bering. Til o'rgatadigan maktabga. Shular sizga eng cho'ng yordamni qila oladi. Yana birisi bu orqali siz cho'qim ash maktabga masalan 2 kunlik, 3 kunlik hafta yoki 5 kunlik maktab bo'lishi mumkin. Shuningga berib, shu vaqtni sarf qilish jarayonida nada ekanligingizni, qaysi yo'nalishda ketayotganligingizni o'zingiz aniq bila olasiz. Ham üzlüksüz ögünüşünüzdeki asasını puxta sala olasiz. Shunga tavsiyalarim Kanadada bo'lsangiz, shu maktabga bering. Shu maktabda, ya'ni shu maktab deganim o'zingizga yaqin, o'zingizga mos keladigan bir maktabni tanlab, shu yerda o'qisangiz eng yaxshi. Voy hayotimda bak jiq ishlayapti, aldirashdim maktabga borolmayman desangiz, shu hayotingizdagi ishlarni qisqartib, oziltib, yana berishingiz to'g'ri keladi. Chunki til Kanadada yashayman desangiz, İngilizceniz intayin mühim yoki fransuz tiliniz. What is your long-term vision for your YouTube channel? Bu İngilizce so'ralgan savolkan, sizning bu YouTube kanalingizga uzun mezgillik nishoningiz nima? Mening YouTube kanalim ikki kanalim bor. Bu hozir men naq maydonni qilayotgan kanalim Uyg'urcha kanalim. Ya'ni Qasim Kashgar in Uyghur. Ya'ni Qasim Qashqar Uyg'urcha da degan kanal. Bu kanalda men burundan shu asosan Uyg'urlarni markaz qilib turib, Uyg'urcha, inglizcha yoki Uyg'urcha o'xshamagan temalardagi mazmunlarni chiqarman, lekin ko'pinchisi inglizcha boshda chiqargan materiallarimning ko'pinchisi inglizcha o'rganuvchilarga foydali bo'lsin uchun inglizcha darslarni chiqargan. Bu kanaldagi meningki uzun mezgillik nishonim shu Uyg'urlarga bir foydali bir narsa beray degan o'y xiyol bilan buni qilgan. Ham bundan keyin bakrak men qanchaki ko'p vaqt sarf qila olsam, shunchaki ko'p bu kanalga mazmunlarni, foydali narsalarni so'zlab ko'pchilik bilan o'rtoqlashaman. Bu kanalning nishoni shu. Yana bir kanalim bor, Qasim Kashgar deblar. U inglizcha kanal. Bu kanal butunlay xalqaro kanal, ya'ni inglizcha mazmun chiqarma, lekin butunlay til o'rganish to'g'risida, yana boshqa til o'rganishning usullari to'g'risida, ingliz tili o'rganish va boshqa til o'rganishninki har xil foydali uchurlarini markaz qilgan holda til o'rganuvchilarga, bo'lib ingliz tili o'rganuvchilarga xalqaro, bu faqat Uyg'urlar emas, har qanday millat agishib o'rgansa bo'ladigan bir kanal. Bu kanalninki nishoni nima deganda, xalqaroda qanchaki ko'p kishilarga manfaat yetkaza olsam, shunchaki ko'p manfaat yetkazib, texmi ko'p agash kuchi to'plash, shu orqali keyin bu kanalda nimani so'zlasak, shu gapimizni anglag'dak odamlar bo'lishi kerak. U vaqtda andin nishonimizning nima ekanligini o'tirib qo'ysak bo'ldi. Türklerning Amerika kelish uchun yo'l ko'rsatgan nurg'un shirkatlar bor. Kelgusida sizmi shunday bir shirkat qursangiz yaxshi bo'ladi. Boshqa davlatdagi Uyg'urlarga yo'l ko'rsatsangiz. Bunday shirkatni quradiganlarga eng mos keladigan, bunday shirkatlarni qurishga eng mos keladigan odam advokat. Ya'ni ko'chmanlar ishi bilan maxsus shug'ullanadigan advokatlar bunday shirkatlarni qurishga eng mos keldi. Shuningga men mos kelmayman. Buni aniq demsam bo'lmaydi. Shuningga rahmat bu maslahatni ko'rsatganingizga. Hozirga qadar men asosan savollarga men ba'zi savollarni ko'may qolgan bo'lsam, ko'may qolgan bo'lishi mumkin, lekin hozirga qadar men ko'rgan savollarga men javob berdim. Andin hozir men yanto qarab o'qishimga to'g'ri keldi. Virginia average house price qandaq? Virginiadagi o'rtacha uy baholari hamda tövini Virginia cho'ng bir shtat. Shuningga bu masalan shimoldan janubga mashina haydab mansangiz, bir bulungidan yana bir bulungiga boraman desangiz, bir 4 soat ketishi mumkin.
Ko'pinchisi men bayardım degan Shimoliy Virginiyada Uyg'urlar yashaydi. Bu yashaydigan joylardagi o'rtacha uy bahosi 450 ming atrofida deb qarasak bo'ldi. Lekin umumiy Virginiyaning ba'zi joylarninki 150 ming, 100 ming atrofidami uylar bor. Yoki uningdan shu 100 ming, 150 minglik uylarmi xeyli ko'p uchraydigan rayonlar bor. Endi ular rayonlarning iqtisodiy, umumiy universal ul muassasalari biroz chekingan bo'lishi mumkin. Chunki bir uyning bahosiningki qimmat yoki to'van bo'lishi shu yerdagi butkul yashashga qulaylik olib keladigan ul muassasalar, masalan maktablari, shirkatlari, ishlaydigan odamlar ishlaydigan shirkatlar, yaxshi shirkatlar bo'lishi kerak. Undan bolalar o'qiydigan maktablar yaxshi bo'lishi kerak. Uningdan boshqa yana kishilar ishdan sirt, xizmatdan sirt, o'qishdan sirt o'tkazadigan, ya'ni vaqtini ko'ngillik o'tkazadigan barliq joylar, o'rinlar yaxshi qurilgan bo'lishi kerak. Shundaq bo'lgan vaqtda, shu sharoitlarni hozirlagan vaqtda bu mahalla yoki bu shahar yoki bu rayonning uyining bahosi barbara ustiga bo'ladi. Endi undaq bo'lmay keyingi chekinish bo'lsa, masalan, kon korxonalari bu rayonning yoki bu shaharningki burungi an'anaviy yoki ko'na yoki taraqqiy qilmagan, chekinayotgan, taqilib qilayotgan bo'lsa, uningdan boshqa shuningga ergishib boshqa alomatlar ko'ringan, masalan maktablar, ma'rif organlarininki keyiniga chekinishi, uningdan boshqa yana hayotda ishdan sirt, o'qishdan sirt hayotni yaxshi o'tkazishiga mos keladigan joylarning az bo'lishi qatorliqlarmi barbara uyning bahosini tuvallatadi Amerikada. Ana shundoq. İngliz tilini 0 seviyadan başlap özlüğünü öğreniş mümkünmü? Yo'q, mümkün bo'lmaydigan ish yo'q. O'rgansangiz bo'ladi. Hamda siz shu o'zligidan o'rganib botir bo'laman degandan ko'ra, shu albatta har qanday ish deganni ustamni tutqanga yetmaydi. Shu to'g'ri ustamni tutib, usta orqali o'rgansangiz, sizga yaxshi o'zining bir muncha mangan xato yo'llarini sizni mengib qolmasin deb to'g'ri yetaklab elib mangadigan gap. Shuning bilan siz tizmangsiz. O'zligidan bir ishni o'zligidan o'rganish degan quloqqa bak chiroyli tetayotgandek, bir xil bak botir bo'lib ketgandek tuyulgan bilan u jafoliq jarayon. Uningdan ko'ra siz shu bir yo'lni to'g'ri mangan, eng yaxshi qila olgan odamdan yoki shundoq maktablardan, shundoq o'rinlardan o'rganishingiz, shundoq qilishingiz foydali. Shuningga bakrak kuchang demakchi. Vaqt asosan bir yerga bordi. Ko'pchilikka ko'p rahmat ko'rib berganinglarga. Men hozir buni qandaq o'chirashnimi o'rganishim kerak. Asta o'chagandan keyin bu filmni chiqarib qo'yishim to'g'ri keldi. Yana boshqa savollaringlar bo'lsa, Facebook yoki YouTube'da so'z qoldirish orqali yoki Facebook'da Messenger'da yozish orqali menga taqasang, avatsanglar bo'ladi yoki Instagram'da degandek. Facebook'da mening ikki Facebook bitim bor. Ikkilisi Qasim Kashkar deb yoziliq. Birisi mau do'stlik avassangiz men qabul qila oladiganini, yana birisi siz faqat agashsingizlar bo'ldig'ini. Agashsingizlar bo'ldig'iniga agishib qo'ysangiz menimcha yaxshi. Chunki do'stlik avatganda mening 5000 dak odam bo'lib ketgandan keyin nurg'ullarning do'stligini men qabul qilolmayman. Bu birisi. Shuningga bu nuqtani to'g'ri tushungan bo'lsanglar. Ko'pdan ko'p rahmat. Mana bir kamera yantu bo'lib qopti degan bir uchur kelib qoldi. Mana menga tuzdek tug'an hamda, lekin balkim lekin rahmat. Men qani bir nim qilaman. Tunji qitim ishlatishim, hozir buni o'chirashnimi taxi o'rganishimga to'g'ri keldi. Yo'q, buni qandoq o'chiraman? Shuni bossamlar o'chirdi ekan-ku. Ko'pchilik rahmat, xayr xo'sh.